Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ayni vaqtda Toshkent shahrida joylashgan Hayat Regency mehmonxonasida sog'liqni saqlash sohasida simulятsion ta'limni rivojlantirishga bag'ishlangan Simuncom 2026 xalqaro konferensiyasining 3-kuni o'z ishini olib bormoqda. Mazkur konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi mas'ullari, Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov, shuningdek xorijiy va mahalliy ekspertlar, soha mutaxassislari, magistrlar hamda talabalar faol ishtirok etishmoqda. Shu bilan birgalikda hozirgina Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori xalqaro faxriy a'zolik bilan taqdirlandi. Ya'ni Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Abdujalilovich Boymurodov sog'liqni saqlash sohasida simulятsion ta'limni rivojlantirish, tibbiy ta'lim sifatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qo'shgan ulkan hissasi uchun sog'liqni saqlashda simulyatsiya xalqaro jamiyati tomonidan faxriy a'zolik unvoni bilan taqdirlandi. Jarayonlar bevosita Toshkent davlat tibbiyot universitetining hamda universitet rektori professor Shuhrat Abdujalilovichning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarida to'liq jonli efirlarda yoritib borilmoqda. Responding productively